Oktobank navbatdagi memorandumni Toshkent iqtisodiyot va menejment instituti bilan birgalikda imzoladi. Bu degani institut talabalari keyinchalik bank hududida amaliyot o'tashlari, tajriba oshirishlari va xodim sifatida ham qolishlari mumkin. Aktobank xodimlariga ham bir qancha imtiyozlar taklif etildi. O'ylaymizki, bu ikki taraf uchun ham manfaatli kelishuv bo'ladi. В это расписание впишем людей, которые могут и хотят, собственно Было бы говоря, отлично. участвовать. Могли бы объяснить нашим студентам, что происходит в реалиях, да? Куда хотят устроиться на работу. И у нас основной контингент учится в направлении экономики. То есть здесь мы из нашей команды кого-то будем к вам присылать.